Assalomu alaykum. Bugun biz arab tilida men kitob o'qiyman degan bir oddiy jumlani olib, uni 5 ta bosqichda murakkab jumla shakliga keltiramiz. Ya'ni qanday qilib qisqa jumlani uzunroq tabiiy arabcha gapga aylantirishni ko'rib chiqamiz. Endi birinchi bosqichda yuqorida aytgan gapimizni olamiz. Ya'ni men kitob o'qiyman arab tilida qanday bo'ladi? Ana aqroul kitaba. Ana aqroul kitaba. Men kitob o'qiyman. Endi tahlilini qilamiz. Ana men degani bu zamir, ya'ni olmosh. Aqra'u o'qiyman. Muzori fe'li. Al-kitaba kitobni tarjimasi bu maf'ulun bih, fe'lning to'ldiruvchisi. Endi ikkinchi bosqich. Endi shu gapga joy qo'shamiz. Ya'ni qayerda o'qiyman? Shuni aytamiz. Men kitobni kutubxonada o'qiyman. Ana aqra'ul kitaba fil maktabati. Ana aqra'ul kitaba fil maktabati. Men kitobni kutubxonada o'qiyman. Fi da yoki ichida degan ma'noni bildiradi. Jar harfi, ya'ni old qo'shimcha. Al maktabati kutubxona degani. Al maktabati ti bilan tugagan sababi oldidan jar harfi kelyapti. Jar harfi o'zidan keyingini majrur holatga keltiradi. Ana aqra'ul kitaba fil maktabati. Men kitobni kutubxonada o'qiyman. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Endi vaqt qo'shamiz. Qachon o'qiyman? Masalan, har kechqurun o'qiyman. Ana aqra'ul kitaba fil maktabati kulla masa'in. Ana aqra'ul kitaba fil maktabati kulla masa'in. Men har kechqurun kutubxonada kitob o'qiyman. Tahlili kulla har degan ma'noni bildiradi. Misol uchun kulla yawmin bo'lsa har kuni degan ma'noni bildiradi. Bu muzof mansub holatda, masa'in kech degan ma'noni bildiradi. Kech, kechqurun, kech. Ikkalasini birga kulla masa'in har kechqurun degani. Ikkalasi birgalikda. Ana aqra'ul kitaba fil maktabati kulla masa'in. Men har kechqurun kutubxonada kitob o'qiyman. 4-chi bosqich. Endi sabab qo'shamiz. Savol tug'ilishi mumkin. Nega o'qiyman? Arab tilimni yaxshilash uchun deb aytamiz. Ana aqra'ul kitaba fil maktabati kulla masa'in li uhassina lughati al-arabiyya. Ana aqra'ul kitaba fil maktabati kulla masa'in li uhassina lughati al-arabiyya. Men har kechqurun kutubxonada arab tilimni yaxshilash uchun kitob o'qiyman. Tahlil li uchun degani. Uhassina yaxshilayman. Ya'ni li uhassina bo'lsa yaxshilash uchun. Lughati tilim. Al-arabiyyata arabcha degan sifat. أنا أقرأ الكتاب في المكتبة كل مساء لأحسن لغتي العربية. Oxirgi bosqichda his tuyg'u qo'shamiz. Ya'ni men o'qishni yoqtiraman. Shuni ham qo'shib boramiz. Ana aqra'ul kitaba fil maktabati kulla masa'in li uhassina lughati al-arabiyya wa li annani uhibbul qira'ata. Qaytadan أنا أقرأ الكتاب في المكتبة كل مساء لأحسن لغتي العربية ولأنني أحب القراءة. Tarjimasi men har kechqurun kutubxonada arab tilimni yaxshilash va o'qishni yoqtirganim uchun kitob o'qiyman. Tahlili va degan ma'noni bildiradi. Bog'lovchi bu ham. Li annani chunki men degani. Li annani chunki men. Li annani kabi harflar birikmasi. Uhibbu yoqtiraman. Muzori fe'li. Uhibbu yoqtiraman. Al-qiro'ata
mastar qara'a fe'l mastari al-qira'ata o'qish degan ma'noni bildiradi. Endi bir qaytadan o'qiymiz shu gapni. Ana أقرأ الكتاب في المكتبة كل مساء لأحسن لغتي العربية ولأنني أحب القراءة. Kuzatganingiz uchun rahmat.